Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Bizga talaba taklif bilan ko'pchilik so'rashdi bizga. Faqat qimmat emas, arzonchiroq talabalarga yoki arzon budjetliroq bo'lsin, chiqaylik deb so'ragan uchun biz hozir hammani chiqaramiz, qo'ldan kelgancha boshlaymiz. Demak, birinchi boshlaymiz. Keyingisi birinchi boshlaymiz. Bu mana bu Lenovo Celeron. Men o'zim bir ko'rsataman. Lenovo Celeron 3060 N3060 bu 2 azu 512 SSD ideal holatda. Narxi $50. Narxi $50, zo'r narx. Batareyasi uzoq ketadi. Narxi $50. Excel, Word, buxgalter hisobot bemalol tushadi $50. Keyingisi ThinkPad Core i3 5-paketini 4 ga 1 terabayt yoki 4 ga 512 xotirasi bor. Holat yaxshi, zo'r. Bu narxi $75 beramiz. i3 ThinkPad Core i3 narxi qulay, zo'r. Keyingisi bu ham shunaqa ideal holatda Lenovo Celeron N3060 4 GB xotirasi bor, 512 GB HDD xotirasi bor. Narxi nechi pul? Narxi $60 beramiz. Zo'rna $60 ga ideal holatda. Displey LED displey. Core 7-8-paketini 8 GB xotirasi bor, 512 SSD xotirasi bor. Bu narxi $160 beramiz. Core Dell ekran IPS, tagi pachetka. Bu ITga ham tushadi, o'qishga ham hammasi bemalol tushaveradi. Keyingimiz ThinkPad Core i5 6-paketini vazni 1 kg chiqadi. 8 GB xotirasi bor, 256 SSD'si bor. Ideal holatda. Bu narxi nechi pul? Buni narxi ham $150 beramiz. Aksiyada. Zo'r, Core i5. Keyingimiz HP AMD Core i5 5-avlod 4 GB xotirasi bor, 512 SSD xotirasi bor. Ideal holatda narxi $120 beramiz. Xo'p, $110 beramiz. Zo'r narx Core i5 ga. $110 yaxshi. Keyingimiz bu ham shunaqa Core i5 10-avlod 8 GB plus 256 SSD ham bor hamda qo'shimcha MX video kartasi ham bor. Bu narxi nechi pul? Narxi $200. Zo'r narx $200 ga. HP. Keyingimiz bu Lenovo Celeron bu ham N3060 biz ham qaytadigan ideal holatda bu ham. Holat yaxshi, yomon emas. Bu narxi $70 beramiz. $70. Ya'ni 1 million bo'lmaydi. 4 GB xotirasi bor, 1 terabayt 4 GB RAM, 1 terabayt xotirasi bor. Agar kimga shunaqa notebook qiziq bo'lsa, bizni kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Kimga bu narxlarda qiziq bo'lgan bo'lsa, mana bu tomonda yana notebooklarimiz bor. Ichida flagmanlar bor. IT ga, boshlang'ich IT ga, MacBooklarimiz ham bor. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bemalol yozish yoki telefon qilish mumkin. Undan tashqari bizda bo'lib berish nasihat xizmati ham bor. Kimga qiziqsa, telefon qilsa, telefon javob beramiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.